45 kunlik Ramazon oldi poklanish marafoni ma'naviy izlanishdagi insonlar uchun. Dunyo tashvishidan charchagan, ichki xotirjamligini yo'qotgan, Ramazonni shunchaki ochlik bilan emas, balki ruhiy yuksalish bilan o'tkazishni istaganlar. Qalb sokinligi va ma'naviy yo'l-yo'riq. Tugallanmagan, cheklovchi va yana boshqa bir necha turdagi fikrlarni aniqlash, ularni pozitiv, quvvat beruvchi holatiga o'tkazish, miyada yengillik, aniqlik quvvati yaratish, shovqindan sukunatga, zo'riqishdan yengillikka, kerakdan tayyorman holatiga olib kelish. Marafon onlayn formatda olib boriladi. Kunning istalgan vaqtida kirib ma'lumot olish va topshiriqlarni bajarish mumkin. Qirq besh kunlik Ramazon oldi poklanish marafonimizga qiziqish bildirgan ishtirokchilarga yopiq kanal va chat guruh uchun havola beriladi. O'z menini qidirayotganlar uchun. Ko'p o'ylaydigan, doimo stressda yuradigan, salbiy fikrlardan qutulishni istayotgan ayollar, erkaklar. Miyadagi shovqin, eskigina guduratlar, qo'rquv, kelajakdan xavotir. Fikrlarni filtrlash, mental detoks. Miyadagi salbiy fikrlardan poklanish, miyani yuvish, poklash. Zararli odatlarini o'zgartirmoqchi bo'lganlar, tartibli insonlar. Ramazongacha zararli odatlari, g'iybat, vaqtni behuda sarflash, yaxshimas so'zlardan qutulib, saharxezlik va intizomga o'rganmoqchi bo'lganlar. Iroda zaifligi, ishni oxiriga yetkaza olmaslik. 45 kunlik tizimli nazorat, sog'lom hayotga o'tish. Ular, ayniqsa ayollar, eng faol qatlam. Uy bekalari, ishlaydigan ayollar, onalar. Ro'zg'or va ish o'rtasida o'zini yo'qotib qo'yish, ma'naviy ozuqaga chanqoqlik. O'ziga muhabbatni qayta tiklash, oilasidagi muhitni ijobiy tomonga o'zgartirish. Diqqat, hali imkoniyat bor. 45 kunlik Ramazon oldi poklanish, fikrlarni isloh qilish marafoniga qo'shilishingiz mumkin. Joyingizni band qilishingiz uchun izohlarda marafon deb yozing.